Xayrli kech yaxshilar va hozir 9-chi, 18-chi, 27-chi chislolar xarakter xususiyatlari haqida gapiramiz. Ular Xudo yuqtirgan odamlar desa ham bo'ladi, chunki ularda har qanday xarakterlar jamlanmasi mavjud. Mana shu 1-chislodan 9-chislogacha bo'lgan insonlarning xarakter xususiyatlari haqida eshitgan bo'lsangiz, bizning videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz, ana shu xarakterlarning barchasi guldastadek mana shu 9-chi, 18-chi, 27-chislolarda tug'ilgan insonlarda mavjud. Va ular juda ham mehnatkash, o'ziga ishontiradigan, ularga tinch holatlar umuman yoqmaydi, lekin juda ham kutilmagan burilishlar, kimnidir nimalardir ishlarni boshlab qo'ygani, kimdir eri yurib ketgani, yo'qotdan tashlab ketgani, kimdir urgani, urishgani va yoki kimdir uni olib qochsa yoki kimdir mashinasini urib olgani va mana shunaqa umuman bir tufon, bir tinch turmaydigan holatlarni yoqtiradigan, o'ziga tortadigan insonlar. Lekin shu bilan birga moshenniklik, aldanib qolish, kimnidir yoki nimanidir kutish, xiyonat, manipulyatsiya, abyuzerlik, noto'g'ri qarorlar qabul qilish ularga xosdir. Ular juda omadli, lekin omadini ham ko'rmaydi. Hayotida ularga nastavnik ustoz kerak, ammo ular o'sha nastavnik ustozni ham eshitmaydi. Ular doim hamma narsani o'zim qilaman, o'zim boshladimmi, o'zim tugataman, o'zim mana shu uyni qurdimmi, o'zim buzib tashlayman yoki o'zim mana shu ishni qildimmi, o'zim to'xtataman deb doim o'zim deb o'zboshimchalik qiladigan insonlar hisoblanadi. Hech kimning maslahatini istamaydi va mana shu xarakterining natijasida sog'lik bo'yicha 50-55 yoshdan muammolar chiqishi mumkin. Ular aslida o'zi bilan o'zi kurashadi, atrofidagilar esa buni ko'rsatib beradi xolos. Hamma narsani o'zim qilaman deb aytaveradi. Ular ham pulni yaxshi ko'radi, yaxshi ishlaydi, yaxshi do'st, lekin ular sizni afsuski eshitmaydi. Bu insonlarda mistik bilimlar bor, tushida belgi beradi, sharpalar ko'rinadi, uyqusida ko'p bosinqiraydi yoki ular sindi degan joyda bemalol yana otilib chiqadigan juda ham kuchli, qo'rqmas, monster shaxslar hisoblanadi. Ko'rinishidan balkim qo'rqoq ko'rinishi mumkin, lekin aslida umuman qo'rqmas shaxslar va juda ham saxiy, hammaga yaxshilik qiluvchi. Birinchi o'rinda ularga odamlarning ishlarini bitirib berishlari, ularga yaxshilik qilish, ularga yordam berish va ular oxirgi o'ringa o'zini qo'yadi. Agar ular o'zini tushunadigan, hasad qilmaydigan insonni topsa va u insonga dardini aytganida ularda logika kuchayib, aniq zo'r qarorlar chiqarishi mumkin. Va mana shunday qilib barcha chislolar haqida aytib o'tdik, azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun ham rahmat va bizni Telegram kanalimizda ham kuzatishingiz mumkin. Xudo xohlasa, yana sizga foydali ma'lumotlar chiqarishda davom etamiz. Barchamizga doimo omadlar yor bo'lsin.